baribir meniki bo'lasan. Sen qo'yib tilla, sen erkak emas ekansan. Nimalarni orqasidan tuhmat qilib yuribsan? Men ayolim o'tgandan keyin farzandlarim yaxshi ona bo'ladi, uylanmoqchi edim u qizga. O'g'il bola shuni qilmasdan tuhmat qilib. Hech qanaqa tuhmat qilganim yo'q, bo'lgan ishni gapirdimmi? Yana yolg'on gapirishingni qara. Men hamma yozgan SMS-larni ko'rdim, faqat yalan yozsan xolos. Birontasiga javob yozma, tuhmat qilma, bo'ldi. Men ertaga unga sovchi qo'yib uylanaman. Yana bir marta sen haqqingda bironta narsa ishsan, sen bilan boshqacha gaplashaman, do'st. Bo'ldi, Tillo bilan gaplashib oldim. Hal bo'ldi hammasi. Ertaga endi Xudo xolasa onamlar jo'nataman sovchiligiga. Iya. Aha, bo'ldi, xo'p. Mayli, yaxshi tomon. Xo'p, oysam. Men roziman. Unda rozilik berib yuboraveraymi? Siz rozi bo'lsangiz, men ham roziman. Alo. Ayamlar rozilik berib yuborishdi. Nimaga rozilik berishadi? Ayazlar kelishdi-yu, rozilik berib yubordik. Yo'q, men hozir ayamlar ishdan keldilar. Endi ketyapmiz, olib ketyapman ayamlar. Hozir telefon qilaman. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Alo. Ha, o'zingcha noz qilib turading. Babi meniki bo'lasan devdimi? Ayollar to'yga rozilik berishibdi, bag'aga endi to'y. Siz jo'natdingizmi onangizlarni? Ha, menikilar borishdi, men jo'natdim.